Yurtimizning hozirgi Jizzax viloyati manbalarda Ustrushona deb nomlanib, u haqdagi ilk ma'lumotlar Sao, Sutulusen, Suduishana nomli xronikalarda uchraydi. Bizning davrimizgacha saqlanib qolgan ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent hamda Samarqanddan deyarli bir xil masofada joylashgan shaharda kirish joyi mahkam yopilgan bir g'or bor edi. Milodiy 618-626 yillarda Suduishana hukmdori Xitoyga elchi jo'natgani haqida yozgan xitoylik tarixchi Xuanzang Ustrushona hududini qadimgi Chochdan 1,5 barobar katta deb baholaydi. U yerning urf-odat, marosimlari Shoshning qadriyatlari, odatlariga o'xshashligi aytiladi. Shimol-g'arbda ulkan Mirzacho'l joylashganda. Zamonaviy tadqiqotlarga ko'ra, o'sha g'or hozirgi Zomin tumani Peshag'or qishlog'ida bo'lib, Peshag'or nafaqat arxeologik va toponimik manbalarda, balki manoqiblarda ham ko'plab allomalar yetishib chiqqan joy, tarixiy yodgorliklar joylashgan maskan sifatida tilga olinadi. Ana shunday olimlardan biri atoqli muhaddis Imom Abul Husan Peshag'oriy bo'lib, tarixiy hujjatlarda uning ismi sharifi, shuningdek Abul Husan Muhammad ibn Yahyo Peshag'oriy deb ham keltiriladi. Abul Husan Peshag'oriy hazratlari mana shu Zomindagi Peshag'ar qishlog'ida dunyoga keldilar va shu uchun ham o'zlari Peshag'ariy nisbatini oldilar. Arab tilida bu endi Bashag'ariy deb yoziladi, chunki arab tilida t yo'qda, shuning uchun Bashag'ariy deb shaklda yoziladi. Ko'p arab tadqiqotchilar bu kishini Bashag'ariy deb ataydi. Lekin bu joyning nomi bizga ma'lum bo'lgani uchun, biz o'zimiz shu joyda yashaganimiz uchun biz buni Peshag'ariy deb atayapmiz. Peshag'ar qishlog'i Zomin tumanida joylashgan. Zominga chiqib ketaverishda shu o'ng tomonga chiqib yuqoriga ko'tarilganda tog'lik oldida joylashgan, tog' g'orni og'zida joylashgan joy hisoblanadi. Bu g'or mashhur g'or tarixda ham. Hatto o'sha Amir Temurda g'ori bor, bilamiz. O'sha biz Samarqandga ketaverish joyida joylashgan mashhur g'or bor. Ushbu g'orni boshqa narigi tomoni aynan Peshag'ar qishlog'ida joylashgan. Narigi tomoni. Va tadqiqotchilar aytadilarki, Peshag'ar degan nom ham Peshag'ordan olingan, ya'ni g'or og'zi, g'or tagi degan ma'noni ifodalaydi. Ya'ni bu forsiydan olingan, g'or tegi, g'or oldi degan ma'noni ifodalaydi. Chunki qishloq mana shu g'orning tagida, g'orning atrofida joylashgan, juda ham so'lim, tabiatlari chiroyli go'sha hisoblanadi. Insonlar borib o'tib dam ham olishlari mumkin. Bu joyda yana ikkinchi nomlanish sababi Peshg'or, ya'ni o'sha 5 oqar suv degan ma'noni ham ifodalar ekan. Abul Husayn Peshag'oriy bizning olimimiz mana shu joyda tug'ildilar, mana shu joyda vafot etganliklari ham ehtimoli yuqori. Chunki o'sha Peshag'ar qishlog'ida bir ziyoratgoh bor. Tepada, yuqorida ziyoratgoh bor va ushbu ziyoratgoh oldida ajoyib bir suv ham, buloq ham chiqib turadi. Ziyoratgohning nomi Muhammad Peshag'oriy Xo'jay Serob deb nomlanadi. Ushbu asarni tahqiq qilish jarayonida ushbu joyni ziyorat qildik, bordik. Bu yerdagi mutaxassislar, u yerdagi imom domlalar bilan gaplashdik va ular o'sha Rashahat Aynul hayotda kelgan Muhammad Peshag'oriy nomiga qo'yib ushbu joyni ziyoratgohga aylantirishgan. Lekin balkim biz o'rganayotgan Abul Husayn Peshag'oriyni ziyoratgohlari ham bo'lishi mumkin, buni ehtimoli bor. Balkim keyincha tadqiqotchilar tomonidan bu joyda yanada kimga tegishli ekanligi balki keyincha ma'lumotlar uchrar. O'sha Peshag'ar qishlog'iga borganimizda ko'p allomalarni, qabrlarini ko'rdik. Bu yerda hatto Peshag'ar degan masjid ham bor. Masjidning o'zida ham alohida bir Peshag'ariy allomani maqbarasi borligi, undan tashqari o'sha yo'llarda ham allomalarga tegishli qabrlar, maqbaralar borligi aniqlandi. Demak, ma'lum bo'ladiki, bu joydan Peshag'ar qishlog'idan juda ham ko'p allomalar yetishib chiqqan. Muqaddas islom dinining asl mohiyatini teran anglab yetadigan olimlarni yetkazish yo'lida umrini baxshida qilgan insoniyat tarixi sivilizatsiyasining daholaridan biri. Islom tafakkuri tarixida muhim o'rin tutgan, oliy ta'limoti naql va aql birlashishiga asoslangan yetuk alloma Imom Abu Mansur Motrudiy asrlar davomida islom olamining buyuk mutafakkiri sifatida e'tirof etiladi. Abul Husan Peshag'oriy uning shogirdi hisoblanadi.
Abul Husayn Peshog'ariy hazratlari ismlari o'zi Muhammad bo'lgan, Muhammad ibn Yahya, ya'ni Yahyoni farzandi bo'lganlar, otalari Yahyo bo'lgan, yuqorida aytganimizdek mana shunday nisbatlarga ega bo'lganlar. Abul Husayn kunyasi esa u kishini, demak, Husaynning otasi deb aytiladi. Abul Husayn balkim o'sha Husayn degan farzandlari bo'lgan bo'lishlari mumkin, lekin bu haqida tarix kitoblarida, tarojim asarlarida ma'lumotlar uchramaydi. Abul Husayn Peshog'ariy hazratlari juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan olimlardan biri, chunki u kishi Imom Moturudiyning nabira shogirdlari hisoblanadi. Go'yoki, ya'ni bir ustoz orqali Imom Moturudiyga bog'lanadilar. Ushbu olim go'yoki Imom Moturudiyning davomchisi desak ham bo'ladi. Chunki bu kishining ustozlari Abul Hasan Rustufag'iniy hazratlari Imom Moturudiyning bevosita shogirdlari hisoblanadi. Va bu kishining otalari Imom Moturidiy bilan teng darajadagi olimlardan biri bo'lganlar. U kishini to'g'ridan to'g'ri karom ilmi bilan shug'ullanganliklari va bu borada yetuk alloma bo'lganliklariga shak shubha yo'q. Chunki Kashful G'avomiz nomi bilan mashhur bo'lgan va ahli ilmlar o'rtasida Ismatul Anbiyo nomi bilan tanilgan asarlari to'g'ridan to'g'ri aqida ilmini bir ajralmas qismi bo'lgan payg'ambarlarni gunohlardan pokligi masalasiga bag'ishlangan alohida bir asar hisoblanadi. Ammo shuni tasavvuf, fiqh va boshqa ilmlar haqidagi kitoblari bu masalada olimlar tomonidan o'zlarining kitoblarida turli xil iqtiboslarga murojaat qilish orqali ma'lumotga ega bo'lamiz. Jumladan keshlik buyuk allomalardan Ahmad ibn Musa Majmuul Nawazil nomli asarlarida Imom Peshog'ariy hazratlaridan naqllar keltiradilar. Ana shu iqtiboslar u kishini fiqh ilmida ham yetuk bo'lganliklarini ko'rsatadi. Chunki yirik olimlar u kishidan namuna olib, Peshog'ariy mana shunaqa deb aytgan deb dalil sifatida u kishini fikrlarini o'zlariga hujjat dalil sifatida keltirishgan. Abul Husayn Peshog'ariyning tug'ilgan sanasi bir qator manbalarda turlicha yoziladi. Bu borada haligacha yagona aniq bir xulosa yo'q. Abul Husayn Peshog'ariy Samarqandda tahsil olgani manbalarda keltirilishini, ilm ma'rifat markazi bo'lgan bu qadimiy shahar olim tug'ilib o'sgan joyga yaqin joylashgani bilan izohlash mumkin. Peshog'ariy hazratlari Samarqandga borib ta'lim olganliklari ma'lum bo'ladi, chunki bu kishining ustozlari qatorida Abul Hasan Rustufag'iniy hazratlari ham bor. Bilamiz, Rustufag'iniy hazratlari Imom Moturudiyning eng katta shogirdlaridan biri hisoblanadi. O'sha 350-yillarda, hijriy yillarda vafot etganliklari aytiladi. Bundan tashqari Abul Hasan Fog'iy Samarqandiy degan olimda ham dars olganliklarini aytadilar. Kitobning ichida otalaridan ham dars olganlar, Abu Zakariya, Yahyo degan, otalari ismi Yahyo bo'lgan, Abu Zakariya kunyalari bo'lgan, otalaridan ham dars olganliklari ma'lum bo'ladi ushbu zotning. Bundan tashqari, ya'ni bir qator, misol uchun mana Abu Bakr Iyodiy degan alloma o'tganlar, bu kishi Imom Moturudiyning ustozlari bo'lgan Abu Nasr Iyodiy, shu kishining farzandi bo'lgan Abu Bakr Iyodiy. Imom Moturudiyni, demak, zamondoshi bo'lgan Imom Moturidiy bilan teng qurb bo'lgan Abu Bakr Iyodiyda bu kishi dars olgan. Lekin Imom Moturidiy bilan ko'rishganliklari haqida ma'lumotlar yo'q. Shuning uchun bu olimlar qachon yashagan desa, o'sha 10-asrlarda yashab ijod qilgan olim, balkim 11-asrga ham 11-asr boshlariga ham gacha ham yashagan bo'lishlari mumkin deb aytiladi. Abul Husayn Peshog'ariy hazratlari 10-asrlarda, balkim 11-asrlarga ham o'tgan bo'lishlari mumkin. Tarix kitoblarida, tabaqat janridagi asarlarda ushbu olimning qachon tug'ilganligi haqida ma'lumot yo'q. Bizda faqatgina ma'lumot borki, ushbu zot Imom Moturudiyning shogirdlarida o'qiganlar. Va asarlarda ham aynan Imom Moturudiyning shogirdlarida eshitganlari, ma'lumotlarni qabul qilib olganliklari haqida ma'lumotlar uchratamiz. U kishining qo'lyozma asarlari ham hozir o'sha Sharqshunoslik qo'lyozmalar institutida saqlanadi. Dunyoda yagona, hozirgi kungacha boshqa ikkinchi nusxasi borligi aniq emas. Ya'ni dunyoda yagona bo'lgan qo'lyozmalari bor. Bu ushbu asar, ya'ni Kashful G'avomiz fi ahvalil anbiya kitobning nomi. Ya'ni
mashhur nomi shuki, Ismatul Anbiya, payg'ambarlarning gunohdan pokligi. Ya'ni bu janrda Maturidiy ta'limotida ilk yozilgan manba hisoblanadi. Imom Abul Husayn Peshog'ariy hazratlari juda ham kuchli talant, iqtidor sohibi bo'lganlar. Buni o'sha o'zlarining asarlarini o'qish orqali bilishimiz mumkin. Ko'plab allomalardan ilm o'rgangan Abul Husayn Peshog'oriy aqida ilmi bilan shug'ullanadigan olim bo'lib yetishadi. Bu kishi faqat aqida sohasida emas, balkim islom tasavvufini ham chuqur egallaganlar, haqiqat sohiblaridan biri bo'lganlar. Asarlarida faqat aqidaviy masalalar emas, balkim tasavvufiy qarashlarni ham ko'p zikr qilganlar. Abul Husayn Peshog'ariy hazratlari, Abul Husayn bilamiz, bu kunya, ismlari Muhammad bo'lgan. U kishini hatto qachon vafot etganlari ham bizga ma'lum emas. Imom Maturidiy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan Abul Husayn Peshog'ariyni Kashful G'awamid fi Ahvalil Anbiya asari, ya'ni payg'ambarlar hayotiga oid tushunish qiyin bo'lgan masalalar bayoni, o'zbekcha tarjima shunaqa bo'ladi. Xalq ichida ma'ruf bo'lgan, tanilgan nomi Ismatul Anbiya, payg'ambarlarning ma'sumligi. Aynan ushbu asarni zamonaviy nashri tayyorlandi shu markaz tomonidan. Bu asarni nashrga tayyorlash jarayoni ham juda ham qiziq bo'lgan. O'sha olimlar, tadqiqotchilar tomonidan bizda Sharqshunos qo'lyozmalar institutida Abul Husayn Peshog'ariyni Ismatul Anbiya asari bor degan ma'lumotga duchor bo'ldik va o'zimiz tezda Sharqshunos qo'lyozmalar institutiga bordik va ushbu asarni topdik va haqiqatda ushbu asarni ko'rib ko'zlarimiz quvnadi. Juda ham ajoyib, to'liq nusxa, xatlari ham juda ham ajoyib, boshdan oxirigacha kitob to'liq holda bizgacha yetib kelgan. Ushbu asarning muhimligi shundaki, ushbu asar hozirgacha demak dunyoda yagona aniqlangan nusxasi hisoblanadi. Buni ikkinchi nusxasi yo'q. Imom Peshog'ariyni biz yuqorida aytgan Kashful G'avomiz asari, ahli ilmlar ichida Ismatul Anbiyo nomi bilan mashhur bo'lgan bu asarni Nuriddin Sobuniy hazratlari qisqartirib, uni Al-Muntaqo min Ismatil Anbiyo, Ismatul Anbiyo asarini saralangan va qisqartirilgan shaklini bizga taqdim etganlar. Nuriddin Sobuniy Peshog'ariy hazratlari haqida va u kishining asarlari haqida juda ham qadrli, qimmatli fikrlarni aytganlar. U kishi aytadilarki, Nuriddin Sobuniy hazratlari aytadilarki, Peshog'ariy hazratlarini qadri baland, mo'tabar bir asar yozganlar. Bu asar payg'ambarlarni gunohlardan ma'sum ekanligiga bag'ishlangan asar bo'lib, bizni davrimizga kelib juda ko'pchilik insonlar bu asarni foydalaridan bebahra qolmoqdalar. Buning sababi uni yuqori saviyada yozilganligi, olimlarga, ahli ilmlarga atab yozilganligi bundan ularni to'sayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu asarni men qisqartirib, soddalashtirib, uning foydalaridan hamma bahramand bo'lsin deb uni qisqartirilgan va soddalashtirilgan shaklini yozdim deb shu muntaqo asarlarini Ismatul Anbiyodan olingan, saralangan asar ekanligini alohida ta'kidlab o'tadilar. Va uni qadri yuksak asar ekanligini alohida tilga oladilar. Asar juda ham chiroyli uslubda yozilgan. Ichidagi ma'lumotlarni qo'yaverasiz. Chunki boshqa kitoblarda o'qimagan ma'lumotlarni ichidan topganmiz. Ushbu asarni biz Sharqshunos qo'lyozmalar institutidan elektron nusxasini oldik va buni biz Imom Maturidiy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazidagi yetakchi katta ilmiy xodimlardan biri ustoz Ahmad Saad Damanhuriy boshchiligida ushbu asarni zamonaviy ilmiy tanqidiy matnini tayyorlashga kirishildi. Ya'ni buni arab tilida tahqiq deb qo'yadi. Tahqiqini qilishga kirishdik. Ushbu asarni o'qidik, birgalikda ilmiy uslubga o'tkazib, uni zamonaviy holatga keltirildi. Peshog'oriyning asarida Maturidiy kitoblaridan bir qator iqtiboslar keltiriladi. Ushbu asarning ichida Imom Maturidiydan bir qator fikrlar borki, u fikrlarni na Tavilotul Qur'on asaridan topasiz,
va Kitob Tavhiddan topasiz. Ya'ni Imom Moturudiyga tegishli bo'lgan bir qator qiziq, ajoyib ma'lumotlar, voqealar ham zikr qilingan ushbu asarda. Haqiqatda ushbu asar keyinchalik ulamolar tomonidan iliq qabul qilindi. Juda ham ko'pchilikning xursandchiligiga sabab bo'ldi. Nimaga? Chunki ko'pchilik olimlar, ya'ni Moturidiy ta'limoti bo'yicha izlanish olib boradigan, tadqiqot olib boradigan olimlar ushbu asarni nashr qilishini kutgan ekan. 2024-yil Iordaniyani Maktabatul G'onim kutubxonasida ushbu asar zamonaviy nashr qilindi va hozirgi kungacha dunyoning ko'plab davlatlarida, ya'ni musulmon davlatlarda o'tkaziladigan kitob ko'rgazmalarida taqdim qilindi. Bu asar siz bilan bizgacha, hozirgi davrimizgacha yetib kelgan va Imom Moturidiy ta'limotini izdoshlaridan bo'lgan allomalar qalamiga mansub bo'lgan mo'tabar asarlardan hisoblanadi. Ma'lumki, Imom Peshog'ariy hazratlari fiqhda Hanafiy mazhabida bo'lganlar, aqidada Moturidiy e'tiqodida bo'lganlar va bu e'tiqodlarni turli xil yot oqimlardan himoya qilishga va to'g'ri e'tiqodni mo'min musulmonlarga yetkazib berishda beqiyos xizmat qilgan va o'z davrida dars berib va kitoblar yozish orqali beqiyos xizmat qilgan allomalarimizdan hisoblanadilar. Asar 2024-yilda Iordaniyada arab tilida nashr etiladi. Asar juda ham qiziq asar. O'qiganingiz sari o'qigingiz keladi. Asarni o'qigandan keyin payg'ambarlar haqida tushunchalar umuman o'zgarib ketadi. Ya'ni payg'ambarlar bu oddiy insonlar emas. Ilohiy Alloh tomonidan yuborilgan muborak shaxslar, buyuk shaxslar. Ular insonlarni hidoyatga boshlash uchun yuborilgan, ya'ni to'g'ri yo'lga chorlash uchun yuborilgan. Ularda payg'ambarlikdan oldin ham, payg'ambarlikdan keyin ham katta gunohlar sodir bo'lmagan. Lekin aytilishi mumkinki, Imom Moturidiy hazratlaridan ham bu naql qilinadi. Payg'ambarlardan tarki afzal sodir bo'lishi mumkin. Ya'ni eng afzalini tark qilish. Ikkita ish turibdi oldilarida va ushbu qaysidir biri afzalroq ish. Ikkalasini qilsa ham bo'ladi, lekin qaysidir biri afzalroq bo'lgan ish. Payg'ambarlardan tarki afzal ishlar sodir bo'lishi mumkin va bu go'yoki payg'ambarlar sha'nida katta xatodek qabul qilinadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimizga ham nitoq qiladiki, liyaghfira lakallohu ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhar. Ya'ni Alloh sizni avvalgi gunohlaringizni va keyingi gunohlaringizni kechishligi uchun degan so'z ishlatadi payg'ambarimizga nisbatan. Imom Moturidiy aytadilarki, bu yerda payg'ambarga nisbatan aytilgan gunoh so'z, ya'ni zam degan so'z arab tilida, zam degan so'z bu payg'ambardan sodir bo'lgan tarki afzal ish deb aytadi. Ismatul Anbiyo kitobi Peshog'oriyning shoh asari hisoblanib, bu asar islom olamida noyob kitoblardan biri deb aytiladi. Biz payg'ambarlar haqidagi qissalar, rivoyatlarni tushunishda biz aqidaviy tomonlarga, aqidaviy jihatlarga muhtojmiz. Chunki ba'zi holatlarni biz tushunmay qolamiz. Bu voqealar insonlarni ko'pchilikni o'ylantirib qo'yadi va bu masalalarga, bu holatlarga, payg'ambarlar hayotda bo'lgan mana shunday voqealarga aynan Abul Husayn Peshog'ariy hazratlar o'zlarini Ismatul Anbiya, ya'ni payg'ambarlarning gunohdan pokligi deb atagan asarlarida zo'r yechimlar berganlar, ilmiy yechimlar berganlar. Va insonlar o'qib payg'ambarlar haqida to'g'ri xulosaga keladi. Va hatto ushbu asarda bir ajoyib ma'lumot keltiradilar. O'sha Abul Qosim Hakim Samarqandiydan bir voqea aytadilarki, insonlar deydi payg'ambarlar haqidagi voqea rivoyatlarni to'g'ri kelgan oddiy bir qissaxonlardan eshitishlari to'g'ri bo'lmaydi deydi. Nimaga desa, chunki qissaxon uni aqidaviy jihatlarini, aqidaviy tomonlarini bilmaydi va insonlarga noto'g'ri ma'lumot berib qo'yishi mumkin. Payg'ambarlar haqida insonlar noto'g'ri tushunchaga borib qolishi mumkin. Shuning uchun ushbu asarlar haqidagi, ya'ni shuning uchun payg'ambarlar haqidagi ma'lumotlarni olim insonlardan, aqidada mustahkam bo'lgan, ilm ko'rgan, kitob o'qigan insonlardan eshitishlari kerak. To'g'ri kelgan qissaxonlardan eshitishlari halol bo'lmaydi deydi.
Mana shunday ajib bir ma'lumotlar keltirganlar Abu Husayn Peshog'ariy hazratlari ushbu asarda va bu asar nafaqat o'zbek kitobxonlari uchun, balkim butun dunyo olimlari uchun, tadqiqotchilari uchun muhim manba bo'ldi. Bugungi kunda Motrudiy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan Abul Husan Peshog'oriyning Ismatul Anbiyo nomli asari o'zbek tiliga tarjima qilinyapti. Hozirda Imom Motrudiy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan ushbu asarni o'zbekchaga tarjima qilishlar ketmoqda. Hozircha asarni arab tilidagi nashri chop etildi va yaqin kunlarda va shu tez kunlarda ushbu asarni o'zbekcha matni ham kitobxonlarimizga yetib boradi va albatta ushbu asardagi ma'lumotlardan foydalanadilar degan umiddamiz. Alloma tasavvuf ilmiga ham juda ham katta ahamiyat bergan va bu borada peshqadam bo'lganliklarini ko'rishimiz mumkin. Chunki o'sha yuqorida aytgan Ismatul Anbiyo kitoblarida o'sha o'zlaridan oldin o'tgan yurtimizdan chiqqan buyuk allomalar Kaloboziy, Hakim Termiziy, Abul Qosim Samarqandiy kabi yetuk tasavvuf namoyandalaridan naqllar keltirgan va kitoblarida ahlul haqiqa, haqiqat ahli yoki ashabul maani, ma'nolar egalari degan iboralarni keltirishlari u kishini tasavvufga oid bo'lgan atamalardan foydalanganliklarini ko'rsatadi va bu ayrim ma'nolarni ifodalashda qo'llagan va bu ilmni chuqur sir-sinoatlardan xabardor bo'lganliklarini ifoda etadi. Ushbu zotni yana boshqa asarlari ham bor, Kashful G'avomiddan boshqa asarlari ham bor. Bu o'sha Sharh Jumal Usuluddin, ya'ni Jumal Usuluddin asariga yozgan sharhlar. Abu Salama Samarqandiy degan Moturidiy ta'limotida muhim bir katta mashhur olim o'tganlar. Abu Salama Samarqandiy shu Jumal Usuluddin degan asar yozganlar. Aynan Moturidiy ta'limotiga oid, ya'ni Ahli Sunna va Jamoa aqidasini yoritib berganlar ushbu asarda. Bu kishi Abul Husayn Peshog'ariy hazratlari mana shu Jumal Usuluddin, ya'ni Abu Salama Samarqandiyning asariga sharh yozganlar. Sharh Jumal Usuluddin. Ushbu asar ham Imom Moturidiy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazimiz tomonidan hozir o'sha zamonaviy tadqiq ishlari olib borilyapti, tadqiqotchilar tomonidan, olimlar tomonidan. Bu asar ham yaqin kunlarda zamonaviy ilmiy tanqidiy matni nashr etiladi. Ya'ni bu ham allomani demak islom aqidasi borasida zabardast olim ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni shu ikkita asarlari ham muhim asar hisoblanadi. Undagi ma'lumotlarni o'qib bilasizki, demak alloma bu borada ko'plab asarlar qoldilar va yetuk shaxs hisoblanadi. Imom Peshog'ariy hazratlari tafsir ilmida ham juda ham chuqur, buyuk katta ilmga ega bo'lganlar. Chunki ana shu Ismatul Anbiyo asarlarida ba'zi bir oyatlarni tafsir qilar ekanlar. Bu tafsir ilmini nozik va batafsil ma'nolarini ifoda etganlar. Bu kishi demak tafsir ilmida juda ham chuqur ilmga ega bo'lganlar. Albatta bunda shak shubha yo'q. Chunki Imom Moturidiy hazratlarini ilmda vorislaridan biri ekanlar. Bir ustoz orqali vorislaridan biri ekanlar. Imom Moturidiy hazratlarining Tavilotul Qur'on asarlari qanday mo'tabar manba. Demak, bu narsa shuni tafsir ilmida ham chuqur bilimga ega bo'lganliklarini, mana shu ustozlardan shogirdlariga bu bilimlarni chuqur egallash o'tib kelgan. Chunki Alloh taoloning kalomini chuqur bilmasdan turib, biz payg'ambarlarning holatlarini yaxshi tushuna olmaymiz. Ajdodlarimiz ham, ulug'larimiz ham mana shu narsada siz bilan bizga namuna bo'lishgan. Abul Husayn Peshog'ariy hazratlarini nomini bir qator asarlarda uchratish mumkin. Abul Hasan Mustafag'niyni asarlarida ham bu kishidan naqllar uchraydi. Bundan tashqari Najmiddin Umar Nasafiy bilamiz, Qoida Nasafiy asar sohibi. U kishini At-Taysir fi tafsir degan asarlarida ham Abul Husayn Peshog'ariydan naqllar keltirilgan. Bundan tashqari Nuriddin Sobuniy degan olim o'tganlar, o'sha buxorolik. Bu kishini ham Moturidiy ta'limotida o'rinlari juda ham katta. Keyincha bu kishi
o'sha aynan biz aytayotgan Kashful G'avomid asarini, ya'ni payg'ambarlarning ma'sumligi asarini muxtasarini yaratganlar. Al-Muntaqo Ismatil Anbiyo asarini yaratganlar, ya'ni Ismatil Anbiyo asarining saylanmasi deb nomlaganlar bu asarni. Ushbu asar ham muhim asar, ya'ni demak Nuriddin Sobuniy u kishidan 1-2 asrlardan keyin yashagan olim hisoblanadi. Ushbu olimni asarlarini zikr qilganlar. Bundan tashqari Umar Rizo Kahhola, Ismoil Poshsho degan tarojim sohiblari ham Abu Husayn Peshog'ariy haqida ma'lumotlar keltirilgan. Imom Peshog'ariy hazratlari yuqorida aytib o'tganimizdek fiqh ilmida peshqadam bo'lganlar, chunki yirik faqihlar u kishidan naql qilgan va fikrlarini dalil sifatida keltirgan. Ikkinchidan tasavvuf borasida ham shu mukammal ilmga ega bo'lganlar va o'zlaridan oldin o'tgan ajdodlarimizdan naql qilganlar va nozik iboralar, chuqur ma'nolarni ifodalashda tasavvuf ilmi namoyandalarini, fikrlarni keltirganlar. Tafsir ilmida ham yuqorida aytganimizdek shu yuksak bilimga ega bo'lganlar. Albatta Allomani ko'plab asarlari bor ekanligi Tarojim va Tabaqot kitoblarida zikr qilingan. Hoji Xalifa Kashfuz Zunun kitobida va boshqa allomalar Imom Peshog'ariyni kitoblarini keltirib o'tgan. Al-Ahkom nomli kitobi fiqhga doir kitob bo'lgan. Ming afsuski bizgacha yetib kelmagan bu asar va bu kitobdan naqllar uchraydi turli xil manbalarda. Olim shuningdek boshqa allomalar asarlariga sharhlar ham yozadi. Jumladan Abu Salama hazratlarining Jumali Usuliddin kitoblariga yozgan sharhlari beqiyos qiymatga ega bo'lgan manba hisoblanadi. Albatta bu asar Ahlu sunna val jamoa e'tiqodini himoya qilgan va to'g'ri talqin qilib bergan kitoblardan hisoblanadi. Bir odam bir asarga sharh yozish uchun albatta bu ilmni chuqur bilimdoni bo'lishi shart. Aks holda Abu Salama hazratlarini kitoblaridek Jumal Usuluddindek asarni chiroyli, mukammal va undagi nozik va mushkul o'rinlarni yoritib beradigan bunday mo'tabar asarni yozishni imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun ham tadqiqotchilar, olimlar, talabalar uchun Imom Peshog'ariyni bu sharhlari mo'tabar va beqiyos qiymatga ega bo'lgan asar sifatida qadrlanib keladi. Va buni qo'lyozmalari ham bizgacha yetib kelgan va hozirgi zamonaviy nashrlari ham qilingan va talab ilmlar, ahli ilmlar qo'lida foydalanib, o'rganib kelinadigan asosiy manbalar, darsliklar sirasiga kiradigan asar hisoblanadi. Allomaning hayot yo'li, ilmiy ma'rifiy faoliyati, ilmiy merosiga doir izlanishlar davom ettirilib, manbashunoslar tomonidan ko'plab ma'lumotlarga aniqlik kiritilyapti. Lekin bir narsani aytib o'tish kerakki, keyincha yozilgan ba'zi tarojim asarlarda Abu Husayn Peshog'ariy hazratlarini vafot sanalarini yanglish keltiriladi, xato keltiriladi. Ya'ni o'sha 8-hijriy asrga taqab aytishadi. Yo'q, unaqa emas. Tadqiqotlar davomida ma'lum bo'ladiki, Abu Husayn Peshog'ariy hazratlari u kishi o'sha 4-5-hijriy asrlarda yashagan alloma hisoblanadi. Ya'ni bu o'sha biz aytganimizdek 10-11 asrlar, ya'ni milodiy sana bo'yicha 10-11 milodiy asrlarda yashagan alloma hisoblanadi. Nimaga aytsa, bunga bir qator dalillar bor. Chunki allomani o'sha aynan ushbu asarini so'ngida 488-yil ushbu qo'lyozma yozilganligi haqida ma'lumot uchraydi. 488-hijriy degani bu 5-hijriy degani. Qanday qilib bu kishi 8-hijriyda yashagan bo'lishi mumkin? Bu bir. Ikkinchida Nuriddin Sobuniy bu asarga muxtasar yozgan. 598, ya'ni 6-hijriyda vafot etgan odam. Qanday qilib o'zidan keyin 8-hijriyda yashagan olimda asariga bu saylanma yoki qisqartma yozish mumkin? Mana shunday ma'lumotlar bor, tarixiy ma'lumotlar. Bu kishini demak keyingi tabaqot asarlarida
tug'ilgan yillari, vafot yillarini yanglish keltirilganligi, ya'ni 8-hijriyda deb noto'g'ri keltirishgan. Va bu asarni muqaddimasida tadqiqot qismi bor. Ushbu asar tadqiqot qismida mana shunday fikrlarga javoblar berilgan va ilmiy asoslab keltirib o'tilgan.